Dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz. Boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Davyurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kezib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. Kontrabandistlar yuki. Quvnoq daydi paraxodining kema jurnali. 5-fevral. Mana bir oy bo'ptiki, biz hali ham itlar portida langar tashlab turibmiz. Kapitan Leo har qancha yelib yugurmasin, baribir kemaga ortish uchun yuk topolmayapti. Borchiko, u bilan gaplash. Ha, biz ortiq bekor o'tira olmaymiz. Yaxshi. Nega xomushsan, kapitan? Ish xato. Quvnoq daydini sotib olishimga to'g'ri keladi. Nima? Bu gapingga javobim shunday. Yo'q. Nima? Kemani sotmaysan. Bu eski tog'ora suv sathida qalqib turar ekan, uni sotishingga aslo yo'l qo'ymayman. Men esa motorxonasiga kirib olib, qamalib o'tiraveraman. Kapitan, kapitan, kapitan. Axir kema bizning uyimiz-ku. Lekin Kapitan, yuring, qirg'oqqa tushamiz. Aminmanki, kemaga ortgani yuk topiladi. Ey Sabo, saroyda tug'ilgan kuchuk bolasin, dengiz uzra uchir samoga. Ha, kapitan, jo'r bo'lmaysizmi? Tashvishlanmang, kech kirguncha yuk topamiz. agar shu o'tirishimiz bo'lsa qayda? Menga ishonavering. Men beyodaman. Kechirasizlar janoblar. Kamina bexosdan suhbatingizni eshitib qoldim. Men ismim Pong Ching Mi Pong Ti Li. Jussam kichkina bo'lganim bilan o'zim yirik savdogarman. Bilasizmi, yukim bor edi. Shuni tashishga kema izlayapman. Aytmabmidim. Ijozat eting, maqsadga o'tay. Kamina 500 tonna ko'mir tashib berishga va'da qilgandim haligi Kishpashsha oroliga. Nima? Axir u yerda qaroqchilar achib yotibdi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang, kapitan. Men u orolni yaxshi bilaman. Tashvishlanmang, sizlarga bexatar yo'lni o'zim ko'rsataman. Yo'q demang, kapitan. Biz rozimiz. Yukni ertalab ortamiz. Bo'pti, kelishdik. Omon bo'linglar. Gulizda shabnam. Yuk ortib bo'lindi. Lekin kemamiz shuncha yukni ko'tara olarmikin, ha? Men ko'proq yo'lovchimizdan xavotirdaman negadir. Undan darak bo'lmayapti. Oy! Oy, kemadagilar. Xayriyat, keldi u. Darhol kemani jo'nashga hozirlang. Arqon yechilsin. Roki, motorni yurgiz. Hop! Kapitan, yo'lovchimiz siz bilan gaplashmoqchi. Salomatmisiz, muhtaram kapitan? Oy. Janobli qani? Bilasizmi, kapitan? Kamina Cha Otang Frotiman, Lini amakivachchasi. Uni maxfiy ish yuzasidan chaqirib qolishdi. Shu bois o'rniga meni yubordi. Unda yuring. Kayutangizga kuzatib qo'yaman. Tashakkur, kapitan.
Negadir menga uni turqi yoqmayapti. Undan ko'z quloq bo'lib turish kerak. 4-mart. Ertaga Kishtpashsha oroliga yetib boramiz. Safarimiz chog'ida bironta ham dengiz qaroqchisi uchramadi. Chikoning shubhalariga qaramay, yo'lovchimiz janob T o'zini a'lo dengizchi ekanligini namoyish qildi. Xo'sh, shunday deng. Ha, kapitan. Rahmat janob T. Arzamaydi. Charchagandirsiz. Borib, damingizni oling. Yaxshi yotib turing, kapitan. Nima bu? Ana uni ko'ryapsanmi? Bu qanaqa bir ishora-ku? Ko'nglim sezuvdi-ya. La'nati. Nima qilyapsan? Qaroqchilar! Qaroqchilar! Bizga qaroqchilar hujum qilishyapti! Qaroqchilar! Voy, nima bo'ldi? Qaroqchilar, hamma o'z joyini egallasin. Kapitan qayerda? Chiko, senga nima bo'ldi? Qaroqchilar josus ekan. Nima? Yordam so'ra. Roki, tezlikni oshir. Quvnoqdagi qirg'oq soqchilarini chaqiradi. Biz xavf ostidamiz. Yaqin kelib qolishdi. Nima? Roki, yana tezlikni oshir. Undan ortiq tezlata olmayman. Yukimiz og'ir. Oy, bizdan qutula olmaysizlar. Salom qari ko'ppak. Qalaysan? Turqiyni ko'rib bilgandim. Bu borada senga tan berdim, lekin jang qilishda ham shunaqa zo'rmisan? Qirg'oq soqchilar yordamga kelishdi. Chapga bir. Ey qahramon, jang tugadi. Yo'q, yanglishyapsan. Haqiqiy jang endi boshlanadi. Tushunmadim, Chiko. O'sha paqana janobdi qaroqchilar boshlig'i ekan. Do'stlarim, yo'lovchimiz qaroqchi bo'lib chiqdi. Endi uni kasriga baloga qolar ekanmiz-da. Bunda bizni aybimiz yo'q. Kishtpashsha oroliga hayda. Tanituvchi belgisi bo'lmagan kema, darhol to'xtanglar. O'yinga bir. Bir zumda qayoqqa gumdon bo'ldi. Stop mashina. Xayriyati, o'zi yoqqilig'i ham tugay deb qoluvdi. Xotirjam bo'l, Roki. Yukni tushirganimiz hamon yoqilg'ini g'amlab olamiz.
Tushunarli kapitan, lekin bu yerda ko'p ishlanib turmaganimiz ma'qul. Xo'sh, biz yukni tushirishga tayyormiz. Boshlayveraylikmi, kapitan? Mayli, boshlayveringlar, Pet. Umid qilamanki, janobli bizni shu yerda kutib oladilar. Laqillatishgan bo'lsa-chi? Yo'q-ey. Hoy, kemadagilar! Ha? Biz Ponchimi Pontilining, ya'ni sizga yaxshi tanish bo'lgan janob Lini vakillarimiz, o'z mollarimizni olib ketgani keldik. Juda soz. Biz ham yukni tushirmoqchi edik. Ha, ularni nima jinurda? Menimcha bu janoblar qirg'oq soqchilarini yoqtirmaydigan ko'rinadi. Ishlar chatoq. Tezroq yordamchi kuch chaqir. Hozir qirg'oq soqchilaridan bor gapni bilib olamiz. Kapitan sizmisiz? Nima, sayr sayohat qilishlaringga boshqa joy qurib qolganmidi? Biz Siz jim turing. Kapitan biz bilan yuring. Sizga beradigan bir necha savollarimiz bor. Tezroq bo'ling, ketdik. shu yetmay turuvdi. Endi nima qilamiz, Pet? Hammasiga sen aybdorsan. Menga qolsa shunday bo'lsin debmanmi? Yana nima gap? Bu qaroqchilardan qachon qutular kimmiz? Yukimizni darhol tushiringlar. Janob kapitan, siz bunga haqqimiz yo'q. Voy! Yoki, kemani yurg'iz. Bunaqa tezroq. Dem og'ayni bosh kelma. Voy, nima qilyapsan? Motorni o'chir. Stop mashina. Olg'a, Rocky. La'natlar, qirg'oq soqchilarimizni o'qib tutishyapti. Cho'ksir bormoqchi shekilli. Tezroq juftangni rostlash kerak. Yo'q, kapitanni tashlab keta olmaymiz-ku axir. Endi o'qib chiqamiz. Pishpashi yaqinidagi kemangizda Li ismli qaroqchi bo'lgan. Yo'q, Ti. Ha, yaxshi. Demak, o'sha Ti ismli qaroqchi itlar portidan ko'mir olib kelish uchun kemangizni yollagan. Yo'q, yollaganli edi. Men ham shunday dedim. Yo'q, sizli emas Ti dedingiz. Ha. Nima deyotganimni o'zim yaxshi bilaman. Bu ishdan baliq his kelyapti. Nafas olishingiz ham boshqacha. Xo'jayin, quvnoqdagida juftakni rostlab qoldi. Xo'sh, kapitan. Bunisiga nima deysiz? Kema ketib qoldi. Biz uni to'xtatmoqchi bo'ldik, lekin La'natlar! Endi diqqat bilan gapimni eshitinglar. Menga yuk kerak. Qanday bo'lmasin kemani topinglar. Gap tamom. Menimcha Kisht pashsha oroliga qaytib kapitanni qirg'oq soqchilari qo'lidan qutqarib olishimiz lozim. Yo'q, Pet. Yaxshi vafodorligimiz isboti uchun taslim bo'lamiz. Axir bizni gunohimiz yo'q-ku. Har holda bor gapni bilmay turib bizni jazolashmas. Bas qilinglar. Kapitan yordamchisi sifatida qarorni men qabul qilaman. Vaziyat shuni taqozo etmoqda. Ha? mana yana uchrashdik.
Lekin o'zi, tekim. Qanday yuk ortgansiz? Hozir kemangiz qayerda? Axir hamma savollaringizga javob berdim-ku. Barcha aytganlaringiz yolg'on. Qo'yvoringlar, meni nima qilyapsizlar? Qo'yvoringlar deyapman. Qayt! O'zim ham aytuvdim-a, hammasiga kapitan Leo sababchi deb. Ofitser zudlik bilan kapitanni ortdan qo'ying. Nima istaysiz mendan, ha? Xushkepsiz. Yana diydor ko'rishganimizdan xursandman. Janobli, xayriyat-ye. Meni aldamasligingiz kerak edi, kapitan Leo. Nimalar deyapsiz? Hazil qilyapsiz shekilli, ha? Kemangiz meni yukim bilan qayoqqadir suzib ketdi, lekin men o'z molimni qaytarish yo'lini bilaman. Siz orqali. Ha? Men uchun tovon sifatida talab qilasizmi ko'mir ortilgan kemani? Gapini qaranglar, ko'mir ortilgan kemamish. Buncha laqma bo'lmasa bu kapitan Leo. Qani, boki, tezlar! O'ng tomonda kema. Qaranglar, yaqinlashib qoldi. Roki, tezlikni oshir. Aytishga oson, Chiko. Nega unday deyapsan? Nima bo'ldi o'zi, Roki? Ko'mir tugadi. Shunaqa degan, hozir ko'ramiz. Xo'sh, bu nima? Pep, Roki, qaroqchilar! Ishga kirish. Kim, hammani yo'q. Chiko, hozir tezlikni oshiraman. Yaxshi! Buncha og'ir bu qoplar, ha? Nima deding, Pet? Ko'p gapirmay ishingni qil. Shamolga qarshi suzish kerak ekan. Jang qilamiz! Avval yetvoq. Esi joyidami? Nima qilyapti o'zi? Yigitlar, mana buni qaranglar. Oltin, sof oltin. Nega yukimiz bizni bunchalik tashvishga solishini endi tushundim. Imillamay tezroq bo'linglar. Hozir yetib olishadi. Ha? Yaxshi, Chiko. Oltin yoqamiz. Ular kemada. Bular yana kim bo'ldi? Ayni vaqtda kelibmiz, sal bo'lmasa oltinlarimni ilib ketar edi. Oltin? Yakson qilib ularni boki. Yaramas. Yaxshi, endi ular halal berishmaydi. Toza havoda aylanib kelmaysizmi, kapitan? Mahkamroq ushlab oling, tag'in yiqilib tushmang.
dengiz samolyoti Quvnoq daydini chaqiradi. Quvnoq daydi eshitadi. Kimsiz? Ya? Leo, Kapitan balandlikdan qo'rqardi. Ya? salom, men janobliman. Zudlik bilan Kishpasha oroliga yo'l olishingizni buyuraman, yo'qsa kapitaningizdan ayrilasiz. Qutqaringlar! Yigitlar, qaytmasak bo'lmaydi. Siz yutdingiz janobilli. Biz qaytyapmiz. Endi men buyruq beraman, Chiko. Dengizga qarab hayda. Bularni kema sahniga olib chiqinglar. Ularni hammasini cho'ktirib yubor. Ana qirg'oq soqchilari. Yana omading kemada, ti. Kemadagilar, shu ondan boshlab sizlar hibsga olindingiz. Qaroqchilarga yem bo'lgandan ko'ra ana u soqchilarga taslim bo'lgan yaxshi. Bortga qaytar. Lalaymasdan otmaysanlarmi? Hozir qochib ketadi. Hech narsani eplolmaydi bular. Ki, bir ta'zirini bermaymizmi buni? Kim? Shoshilma. U begunohligimizni isbotlash uchun kerak bo'ladi hali. Quvnoq daydi paraxodining kema jurnali. 7-mart. Axiri hammasi o'z o'rniga tushdi. Qirg'oq soqchilari bizda hech qanday ayb yo'qligiga nihoyat ishondilar. Bir-birini payiga tushgan kontrabandachi janob Li bilan qaroqchilar boshlig'i janob Ti Petning gapidan keyin bitta kameraga qamab qo'yilgach, ixtiyoriy ravishda o'z ayblariga iqror bo'ldilar. Uzr, yanglishibmiz. O'zi ham barcha dalil sizga qarshi edi-da. Oq yo'l. Birgina o'ziri uchun shuncha yo'l bosdikmi hali? Xafa bo'lmang, kapitan. Quruq qaytmaymiz. Ana qaranglar. Камера с Continental, Cine Group, Le Film de Leperin, Frans 2 studiyalarining qo'shma mahsuloti. Ssenariy mualliflari Mishel Heylert, Patrik Rinyard, Toni Scott. Rejissyor Olivier Poiret. Bastakor Marko Gianetti. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Farhod Abdullayev, Rustam Karimov, Inog'om Odilov, Fayzulla Ahmedov, Hojiakbar Komilov, Farhod Aminov, Omon Abdurazzoqov, Shomahmud Shorasulov, Abdusamad Mahmudov va boshqalar ishtirok etishgan. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, tarjimon Mirzamurod Olimov, muharrirlar Qodir Mirmuhamedov, Komil Tursunboyev, video muhandis Yevgeniy Kononov hamda Baxtiyor Rahmatullayev.